Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana hozir yana bitta bemorimiz keldilar. Ularda o'tirganlarida, yotganlarida dung'azalarda og'riq bor edi. Ya'ni kristiyasda og'riq bor edi. Ana o'shaning bilan hozir ishladik. Mana hozir o'zlari ta'rif beradilar. Qanaqa og'riq edi, nima bo'ldi? Marhamat bilan. Avvalambor assalomu alaykum. Andijondan keldim. Instagramdan kuzatib borardim. Yaxshi niyat qilib ixlos qilib keldim. Mana shifo topib ketyapman. Akalarga katta rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin. Qanaqa edi og'riqingiz? Aka, sizlarga katta Rahmat, salom. og'riq yoqmaydigan og'riq. Ya'ni dung'azada tortib, постоянный bor edi. Postoyanniy og'rib turadigan og'riq bor edi. Yo'q, mana Xudoga shukr. U qaysi paytlar og'rirdi? Shuni patsientlarga tushuntirsangiz, ko'rayotganimizlarni odamlarga, demak, menda ham bor ekan, shunaqa og'riq. Meniki boshqa narsa deb yurardim deb yuradiganlarga tavsiya qilamiz-da. Asosan menda o'tirganda uni yotganda yerga qarab yotishda, osmonga qarab yotishda bildirardi. Hozir mana yo'q, Xudoga shukr, yo'qoldi. Yaxshi. Qanaqa muolaja yoqdimi sizga? Yo'q. Yaxshimi? Zo'r. Qo'rqinchli emas-a? Yo'q. Ko'pchilik sizlar nima qilasizlar, qanaqa har xil videolarni ko'rishadi deb qo'rqib kelmaydi yoki kelsa qo'rqib o'tirishadi. Unaqa narsa emas-a, Xudo xolos. Ertaroq kelishim kerak ekan, endi Xudoni aytgani bo'ladi. Shunaqa. Xudo shifo bersin avvalambor. Shunaqa gaplar, bemalol qo'rqmasdan kelinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Shu umurtqa bo'yicha nima muammoyinglar bo'lsa, savolinglar bo'lsa, direktga plus belgisini qo'yasizlar, biz aloqaga chiqamiz. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar.